O'shandagi bilasiz, Javzon bilim yurti ijtimoiy bilimlar fakultasi Savkotdagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limida mostarlik barnomasi ijod bo'lishi tilimiz uchun, xalqimiz uchun juda ahamiyatli. Buni xush qarshilaymiz va butun xalqimizga tabrik aytamiz. Albatta, garchan bu ish hozir endi boshlandi degani, biz bu ishni kamida 6 oydan beri ortidan edik. Propozal, kurrikulam bu masalalarni asta-sekin tuzatib qo'ygan edik va buni peshnihod qilgandik vazirlikda. Kim Javzon bilim yurtini mana shu 3-marhala tazminiy kayfiyat marhalasidan o'tishi kerak edi. Vazirlikda bilasizki, 3-marhaladan o'tish uchun bir qator idoriy va ilmiy ishlarni o'sha Quantun bilim yurt mas'ullari, kadr a'zolari qilishi kerak bo'ladi. O'sha malakasini, Quantunlar bilim yurtlarining malakasini oshirish uchun Qo'shbaqtona Javzon bilim yurti bu yil shu marhaladan o'tgan edi. 3 marhalasidan ham muvaffaqiyatli bilan o'tgan edi. Shu sabab Javzon bilim yurtida 4 bo'limda, 4 bosqichda mostarlik ijod bo'lgan, berilishi kutilyapti. Qo'shbaqtonaki o'zbek tili adabiyoti birinchilardan bo'lib vazirlik tomonidan peshnihodi imzo bo'lgan. Endi bundan keyin bir qator ishlari borki, kurrikulam masalasi, nisob masalasi, qaysi mazmunlar, qaysi darsliklarni dars berilish masalasi, qaysi saviyaga dars berish masalasi, uni qaysi sharoitda odamlarni, qaysi sharoit asosida odamlarni jazb qilish, dars berish masalasi, ustozlar masalasi bu ko'rib chiqiladi. Ishlanadi ustida. Mumkin 5 oy, 6 oyni o'z ichida olsa, 6 oy jarayonida yaxshilanib, vazirlikdan tekshirilib va xudo xolasa inshaalloh kelasi yilda shu semestrlar boshlanishi bilan biz o'zbek tilida ham mostarlik bo'lib e'lon bo'ladi. O'zbek tili ishtiyoqmandlari bu dargohda kelib o'zbek tili uchun o'z saviyalarini oshiradilar, mostarlik qiladilar inshaalloh.